BYD 2 tonnalık maşının büktüğüne gözünüzün eldinde basıp gösterme. Abasını ketedi koyayım bir yerler. Rastından koyatırlar bayım hakkına. Görün ya da oynamayalım. En arzanı şimdi bas. En kımmatın içe son bir de. En kımmatı oğa 10 milyonlar ötedi. $1000. 1000 dolar. Bu 100 kağıdan ziyad geledi. Steklonu özü 1 milyon 100 bot tuttu ekan ha? Ava. Ena pul niyere gitip tuttu, hammasını atçotu bastılады. Gelin diyeyim, bulamı mesela öyle balla bulam bir nese girip çıkara vaqtda şpontu zarar yetse, Taşkent'ten servisli brigadamız geladi, uxarjı bu servislerimiz var. Bu Oho. O kamerası mı bakın bunu? bu atpıçatkada mişiydi ağa, Xodda mişiydi, damafon nəsən var, kartişkəsən var. 3 mərtə açıladı. İna bu ortası pastenin açıb beklenti duradı. Şpingaleti var, inabam açıladı, inabam açıladı. Can tərəfə. Dek, divarlarınız kütərsəb oldu. İşlərin müstəhkəmi işördə var ekan. Şu adresini mən is bilgənimdən sizlərən bildiyinizdə oxşuydu. Dik şu özlərimizi köyünə maslı zavodunu doğrusunda. Bu freza oyup durup içine giredi o rezina. Rezina ütülmüyor. 92 kiloluk eşik 96 kilo gelir. Darvazalar mı işte İslam? Bu iz sezmeyin durmaz, başka çarak bir isket tuttu. Ha, bu ne bu işte isket tuttu bir yerden. Ne? Masız zavut işleyen okşuydu ha? Güzel mesela başladılarımız işte ha? Assalamu alaikum, şoxtil abunachilari, yaxshimisizlar? Sağlıklı yaxshimi? Qarmanglar. Öyle bitib qaldimi? Bizaniki bitmeyin turibdi. Pul yetmadi. Agar sizlar pullaringiz ishga yetgan bo'lsa, qaqra sizlar uchun bir video qilyapmiz. Toza ochilgan Rasulov eshiklar do'koni bor. Masli zavodning dik to'g'risida. Shu yerda niye bu ishni o'ta mustahkam, o'ta eksklyuziv eshiklar bor ekan. Shuni sizlarga ko'rsatish va tanishtirish uchun bu yerga keldik. Hozir sizlarga antika eshiklarni ko'rsatamiz. Bu da yani bu antika bo'lib antika emas. Bu dum o'ta mustahkam, dum og'ir xilisi. Dek divarlarınız kütərsə bo'ldi. Eshiklarning mustahkami ish yerda bor ekan. Toza ochilgan do'konni sizlarga obzor qilib, ko'rsatib, tanishtirib chiqamiz. Şu adresini men is bilganimdan sizlar bildingizda o'xshaydi. Dek shu o'zlaringizni ko'na masli zavodni doğrusunda yana yomanda bu binoyonda bu boshqacha bo'lib turibdi. Qaratib bering ey. Kemalak o'xshatib turibdi. Telesentrning oldinda yana Taxta bozori bu yana qarab ketasizlar. Shu yerda joylashgan toza Rasulov eshiklar do'konini sizlarga ko'rsatib, tanishtirib chiqamiz. Shu yerga kelaverasizlar. Oldinda yana parkovkalar bor. Xohlasangizlar, dastavkalarni qilib beradilar. Shularning hammasini to'liq sizlarga ko'rsatamiz. Bu yerda yana yozgi ustar kurs komplektlar ham bor, tapchallar ham bor. Hozir endi sezoni qaytdi-ku, arzonlashtirib olsangizlar ham bo'ladi, skidkaga tushirib turib. Yana buning saranjaqlar bor, azat o'tiradigan. Bularni ham skidkaga tushirsangizlar bo'ladi. Zimni satlarinizda qo'yib qo'yaverasizlar. Hozir endi sezoni o'tdi deb bahona etib turib arzonlashtirib olsangizlar bo'ladi mana. İçana giramizdan hozir o'ta mustahkam eshiklar bilan tanishib chiqamiz. Neyse başkaça olacak. Yani приятный gelip turibdi. Islarına qarang. Ha, bunun освежитель qo'yadilar ekan bu yerga. Ha. Mazalar. Eshiklar undan ham mazalar bir-birisidan. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Injilbek, ishlaringiz yaxshimi? Sog'liqli yaxshimi? Assalomu alaykum. Eshiklaringizni bir boshqacha qilsizlar, ha? Albatta, ishlarimiz bu Ne bu ishni? Hava ne yap işte işlerimiz ham bor. Qachon ochdingizlar bu yerni? Yıl başında nasıl Aslansaki rivojlanan kadrımız bu ikinci ofisimiz. Birinci ücretle biz anaki sifete en köp e'tibor berilgan Rasulov zavodunda sifete. Keyin kaçısı var şu 5 yıllık garantiyasına qarab. 5 yıl garantiya berasizlar. Ishni o'zinami? Yana bu aksesuarlarni mi? Aksesuarlarını ulanı nesine qarab. Qo'yiladi uni. Oyladığın zavoduna. Kaloriya, Archie, Meloni firmasını neselerini koyamız. Kullaplarını, zamaklarını koyamız. Şulara qarab turib beriladi. Bu ishlancha so'mga turibdi inshaalloh. Eshiklarimiz 92 kiloluk eşik. Bu Tiago nalishlik bilan 4 milyon 33 ming so'm chiqib turibdi. O'shada bittisi. Ha, baholarni ham yozib qo'yishlar ekan, ha? Ha, bu yerdan ham yozilgan. Bu yerda полностью chiqarilgan. 90 so'm bilan chiqib turgan yozilgan. Oh, zo'r-ku. Полностью. Digi degani dver глухой. Demak bu aynasiz.
Premium klassdagi eshik 5 shpon qilinmagan. Faqatgina Rossiyada chiqqan 2x obklad, двойной obklad dedi, 2 dona obklad yurgan, yana bir reykasi 2 dona yurgan. Şu eshikni o'zi 2.531 million so'm chiqib turibdi. Nalishnik 467 million so'm. Yangi nalishnik qilingan avval. Veri zamok, rezina. Rezinasi ham необычный, shuni bir sizga ko'rsatib bersam. Rezinasi. Ha, rezinasi. Bu yapışadigan rezina emas, aga. Bu freza o'yib turib, ichine giradigan rezina. Rezina o'tilmaydi. Shuning uchun 5 yil garantiya beramiz. Rezinasi keyin shu narsalarni qarab turib narxlari chiqqan, aga. Общий narxi shuning uchun 4 million 33 million chiqib turibdi. Qaytib ham beriladimi bunda? Albatta. Bu yana bu zamoklarni o'zgartirsa arzon raqam, qimmat raqam bo'lishi mumkin. Bu ina bu narsasini. Bu narsasini. Bu masalan Tiago bo'ladi, ina bu Tiago. Buni ina bunday yubkanlar ishni qiladigan bo'lsak, sal arzonroq bo'ladi. Eshikni xolosa klientlarni xohishini qarab turib arzonlashtirishdan bo'ladi. Qimmatlatsam bo'ladi. Bu premium klassdan vishi urin klasslara o'tib ketsa, qimmatlab boraveradi eshik. Bu ishlaringizdan bir boshqacha ekan, glyansoy. Ha. Yuma. Bu eshikimiz ham shunday premium klass model. Bu eshikimiz oddiy kraskani ustuna avtolak sepilgan, glyansoy qilingan, lak qilingan. Bu eshikimiz massiv. 4 santimetrlik massiv deb aytiladi. Massiv degani Nima og'ir bu? 4 santimetrlik massiv degani Shuhrata bu som. İçi karkas boşluk bo'lmaydi içinde. Bu yan qullaplari tutadimi buni? Tutadi. Qullaplarimiz 0.3lik qullap freza bilan ichine o'yib turib qo'yiladigan qullap ishlatiladi. Eshikni o'zini ham ochib ko'ring, nishab ishlanishini, qullapni. Bu deganim kasakini o'zini ham, eshikni o'zini ham o'yib turib ishlatiladi. Sababi qullap qalin, buni ustuna qo'yib bo'lmaydi. O'yib turib girishgagina o'yladi, zavoskoy o'yilib turib ichine qo'yiladi. Sababi qullap qalin bo'lgandan keyin bir chiqib qoladimi? Nega og'ir bu? 96 kg keladi, aga. 96? Hava. Palatton o'zi 4 santimetrlik massiv, palatton o'zi 92 o'nlik eshik 96 kg keladi. Xolasangiz buni Men o'zim 90 kiloman. Bir ish chidiraveradi. Bir odamning o'zi. Mossas. Devor ko'tarsa bo'ldimi? Devor ko'tarsa bo'ldi. Necha 4 million 910 ming so'm. Ishi durish chiqadi. Shunda nav ko'rib turgan bo'lsa, shu narsalarni. Bu nav bahami 4 million 220 ming so'm faqatgina eshikni aksessuarlarisiz narxi chiqib turibdi. Hasanda tushunarli qilib yozib qo'yibmiz yana. Plus aksessuar plus ustanovka. 210 balandlik ekan. 210 balandlik 90. Endi. Bular hammasi standart. Klientlarimiz tushunmovchilik bo'lmasligi uchun bularni hammasini standart razmerda qo'yib qo'yibmiz, lekin zavodimiz ne standart razmerda ishlaydi, shuning darvozalarni ishlatib beramiz. Darvozalarmi ishlaysizlarmi? MDFdan darvozalarni ishlaymiz. Buni endi ichanqi pomesheniyalarga qo'yish uchun-da, ha? Girib holdan основной zdaniyaga girishga az Toshkent stillarda masalan siz joyingizdan ko'p kuzatib qo'yish kunlarda shu narsalar ishlaydi, aga. Bu yoqda nima bu? Obrazeslar qo'yib qo'yganlar. Bu aga eshiklarning ranglari, rasvetkalar, shponli, shponsiz, shponlarni amerikanskiy orexdan, turistskiy dubdan, yasindan hammasini tushunarli qilib klientlarimiz tushunib ko'rsin, nom mahsulotini nechab olishini tushunsin degan maqsadda qistirib nomlari bilan, nomerlari bilan qilib qo'yibmiz. Shu ranglar bilan chiqarib bilasizlar. Любой ish fason masalan ishini tutdi, shu ranglarni tanlaydi keyin. Bizda asosan shunday, klient kelgandan keyin birinchi o'chirda modelni tanlaydi, modelni tanlagandan keyin rangni tanlaydi. Bular keyin shu Toshkentdan rasul tayyorlanib kelinadi. Tayyor mahsulot bo'lib keladi. Buni hech narsasi beda kesilmaydi. Shondan keladi, tayyor nalishniklari hammasi tayyor keladi, aga. Zamok joyi, qullab joyi o'yilib keladi. Uyingizga kelib, yana ustalar zamok joyini, qullab joyini o'yib o'tirmaydi. Bu aynalarni ham shonda qo'yilib kelinadi. Aynalarni inamini yodovoy aynalar bo'lsa, yodovoy bular ina oblaka deb aytiladi. Bu aynalar zavoddan qo'yib keladi. Zavoddan o'zi germetiklab qo'yib beradilar buni. Inamini vitraj ayna, bu aynalar vitraj deb aytiladi. Gulli aynalar. Bular bergandan keyin o'zlarimiz ishlashadigan aynachilar bor. Shular ishlab beradi buni. Berdi. Ko'payib ketdi, assortiment ko'payib ketdi dizaynlar bo'yicha. Sizning joyingizda high-tech variantlar to'g'ri keladi. 100% sotlangan bular. 100% necha so'm? Buni narxlarini yozib turibdi. 6 million 151 ming so'm. Buni qimmat-ku bular.
Eshiklar. Qimmatligining sababi bor. Birinchi o'chirda sifat, ikkinchi o'chirda 5 yillik kafolat, uchinchi o'chirda tabiiy mahsulotlarni ishlatadi. Tabiiy mahsulot deganim, ina bu eshigingizning ustida turetskiy dub degan daraxtimdan qatlam olib shpon qilingan ustidan. Buni yangi aytganimda Shuhrat aka, o'zingiz tushuntirib o'tganimdan buni xolasa shponni oddiy kraska qilib arzonlashtirsa bo'ladi. Bu nechik bu? Bu krashin yani. Krashinni slonoviy qo'sh bir deb aytiladi. Rangi fil suyak rangi deb aytiladi. 3 million 411 ming so'm. Avval. Bu yengilroq ekan. Bu 08 degan. O'rtasi zich karkas bo'ladi. Zich karkas degani nechik u? Zich karkas deganimni hozir ko'rsatib o'taman. Proshistliklarni ham ko'rsatib o'taman. Xolasangiz mashinada ustidan bosib yurib ko'rsataman. Eshitdimi? Eshikni. Qarabdingiz shunchalik pulni yo mashina tena tashab. Og'a ko'rsataman. BYD 2 tonnalik mashina tutdingmi? Ko'zingizni oldimda bosib ko'rsataman. Ustidan mindirib. Ko'rsating-ku. Ko'rsatamiz. Sinib ketsa men bo'ynima tushmayman. Yo'q. Sinsa juda sinsin og'a. Yine obrazingiz size elden bir göz tutayın ağa. 08'likten Duxloyni zich karkas MDF'den kılıngan. Şöyle azgına taxta işletilen. Fakat bu oldu. Kan hem biri silikon MDF'den işlenen. Bu hazır maşinni işinde yürütecekmiz. İşinde yürütemem. Ama seni ketedi koyayım bir yerlerine. Boş kalka. Ha şunu ayt tutma. Sın mıydı? Ama küterem şu 2 tonla. Şular abi. Bu BYD'de en sen bir akımlatır kafanı hazırlayacak. 2 tonna duradı BYD. 2 tondan Evet. bakarız. Yok hey. Kalasanız TTK'sını hem göstermen BYD maşinimiz, Chazor maşinimiz 2 tonna duradı. İşte çıkaramandan göz izlerden hazır basamız şunu. Görün ka. Bana tamaşa gerek. Ben boynuma düşmeyeyim mi? Yok. Bu netse? Yok yok. Bu belasında. Rastımdan koyatırlar bu hayvanlar kadar. Ağa garanti dedim bu. Görün ya oynamayacağım. O. Üstüne minip dur. 1 metre dur. Öt. So. Öte müstehkem yani Bu var ekan. başlanışı ağa, başlanışı bu. 08'lik başlanışı bu. Hele sen masiflerini gösteriyorum yok ağa yani 5 Yok, santim. İnandınız mı ağa? Bu en yupkası mı? En yupkası. O geçetmedi ku bu. Kraskesini mi kopuşturmadı bu? Üstü şpon. Turesi duktan. Uçak görün. Bu yenge lan. Zaten garanti edelim ki ağa. Ha işinde atıp üstünden ötürüp garantiye atıp böylesine. Bu Ağa. anlam yatırıp koyup bulamıyor. Boladı. Bu anlam yatırıp bu nişanı Bağın tarafı adli şpon. Aha. Oho. İsa. İna. İş. Neçe son bu? Bunun narklarını gösterdim size ağa. Bu az en yupkası mı En sen yupkası. dükkandaki? Başlanışın En krasında yupkası. en yupkası. Aa. 3 milyon 500 çıkıp duruyan eşim bakı birinci uşağın eşkiyiz. Ana şu eşik bu. En yarzanı. En yarzan. En yarzanı. Şimdi ne olsa ya mastifozda buldozere yatırsa var Elbette. kolunda. Canlı. İşte hiç etken yok ana. Göre varayım. Üstü bir tarafı patina şpon, tureski duktan. Bir tarafı şpon fakat abmaponni bir hırkasıyla çıkan. Şponun ama hiç etmedi ağa. Gerçek tasdikli ki. İş anda mıydı garantilerinize? Kaan işlerine bir kadar göremiz ağa. Kanı, yürü gel sen. Ay işanımız mıydı ağa? İş andım. 2 tonnalık o maşinini üstünde ötürgenden keyin. Alasanız inamında masifi başın ağa. Ötür deseniz bunun üstünden hem ötürü beraberimiz maşinle. Bu yupkadan ötkenden keyin bu bundan spokojno ötüp ketadi u. Elbette. Bu 4 santimetrelik ağa. Alasanız bunu 5 santimetrelik ama göstermen. Yürü bak. Özü yarım eşini özü ağır ki bu. Çekil açık tuttu bu. 30-40 kilo bağda 40 bu. kilodan ziyade az şu duracak. Ama onun üstünden konam ötürse oladı eken bunda. Boladı ağa. Şunun için halkımızın sıfatı için bize hareket edip yürüremiz. İzlenişlerimiz şu narsanın üstünde. Kefalatan 5 yıla şunun için bir huda haber olmayan lan bunlara. Bu masiflan öye koyup bolan bunu? Boladı. Bola da. Boladı. Masiften koygandan keyin ağa kullaplarından şunu yaraşasından kılıp beremiz. Zamoklarından şunu yaraşasını kılıp beremiz. Bu kanamızını görürseniz yine şu kata bir de ekskluziv elit varyantındaki eşiklerimiz var. Bu neoklasika, klasika varyantımız, high-tech varyantındaki eşiklerimiz var. Bulanın yangi 08'lik demedim koysa ya maşında baskarımızdan. Bir de şundan vişiler duradı. 1'lik, 1.2'lik MDF'den ta 5 santimetre var.
Eng qimmati necha so'm bu yerda? Eng qimmati og'a 10 milliondan o'tadi. 10 milliondan? 92 yillik ish. $1000. 1000 dollar. Başti. Buni ham gösterma sababi nechta? Qaysi? Bu eshikimiz yine 10 10 milyon 321 ming so'm chiqib turibdi. Buni sababini aytaman. Bu $1000? Hava. Eksklyuziv ikkinchi nomer bo'ladi. Bu eshikimiz ishi pulpada aytiladi, gullari MDFdan chiqarilgan ular. 3D frezada o'yib, MDFdan chiqarilgan. Bu rezinka, kauchuk, ashuni narsa emas. Hem eshikni o'zi yangi aytganimizdan birlikdan boshlanadi bu. Hozir sizlarning do'konda eng qimmat eshik shu bo'lib turibdi. $1000. Bu yangi ichi necha kilo? Karkas buni. Karkas, ha? Birlik bu. Nechun qimmat bu shunchalik? Buni ustundagi shponi patina bo'lgan bu bir patina shponi 2 xil krassiyada chiqqan. Zolota oq. Shponni yangi ko'rsatdim sizga. Oddiy shponni oddiy amofonik krassiya bilan bir xil chiqarsa bo'ladi. 2 xil krassiya bilan chiqarsa bo'ladi. Ha, biraz aytganim sizga. Krassiya deb aytmoqamdan bana Rasulov zavodi Turkiyaning Verk kompaniyasini qimmat krassiyalarni ishlatadi. Qimmat sifatli krassiyalarni. Eng qimmat eshikina $1000 eshik ekan. Voy. Bir donasi. Bir donasi 90. 2 ona 90. Hava. Yangi ko'rsatgan 4 santimetrlik massivni bu 5 santimetrligi. Bu 100 kilodan ziyod keladi. Hali 100 kilomi? O'zim o'lchak ko'rmadim bilan, lekin 100 kilodan ziyod keladi, aniq. Nega og'ir bu? Bu og'irligini qarang. Bu qalin ekan-ku bu, 5 ha? santimetr ala. 5 santimetr. 5 santimetr so'm. Bu aristokrat deb aytadi, high-tech variantidagi eshik. Oltin moldinglar bilan yuritilgan. Diagonal eshik bilan chiqqan havo. Bu neringni ursam sindirasan-ku bunda? Sindirasiz ana qağa. Oyoq Bu bilan deb sen ya. buldozer diskaq bunda 2 buldozer o'tirsangiz bo'ladi-da, qo'rqmang. Voy, ya qo'lingni yakalangni sindirasan bunda. Sindirasan havo. Buni ağa xolasangiz, ina bu neobishniy rangda tutdi, xolagan rangda qilib beramiz buni. Qalin rang. Buni o'zim zo'r hozirgi modadagi rang-ku bu. Trendda turgan. Trendda turgan ranglardan ağa. Zamoklar ham yaxshi xillaridan ekan. Zamoklarni aytaman-ku, Kaloriya zavodiniki, Kaloriya firmasining zamoklarini, Melani, Stimul, ashuni yaxshi nalarni ishlatamiz-da. Iloji boricha shu xalqimizga yaxshiroq narsani berishga harakat etamiz. Vobshe umrlik ketadi-ku bu, ha? Bir olasan, bir qo'yasan. Bir eshikni qo'yganingizdan keyin yozdan chiqarasiz eshik haqida. Kraskalar ham sifatli shunda tushib qolmaydi u? Yo'q, buni garantiya berib turibdik. Bu ham garantiya. Yangi mashinada o'tirdik, ustidan krassiyasi tushdimi ağa? Qolasangiz, buni ham chiqaramizdan mini variantini ham tutdim massiv. Buni ham chiqaramizdan, buni ham ustida yuritaman. Kraska variantini. Garantiya ağa? Ya u yechatmaydi u, arqa yangi yubkasında yechatmaya ishondik. Yana immuniy xillar ham bor ekan. Bola genç. Bu ham og'ir massiv xil, ha? Bu ham og'ir massiv xili. Genç deb aytiladi. Elit nomer 12. Genç o'yib ishlantirgan bu. Yo'q. Bu mazina masalan oddiygina nalishikda turibdi-da ağa. Oddiygina nalishikda turib, buning narxi 5 milyon 861 chiqib turibdi. Buni ina karniz qiladigan bo'lsak, bu qimmatlab ketaveradi. Yangi 8-9 million. Ina bu masalan 9 milliondan ziyod. 9 million ekan. Bu ham shuning bo'lib ketishi mumkin edi. Buni elit variantini o'zi karnizlari bor. Shularni qilmang, faqatgina nalishikda qilib ko'pmiz, narxini ko'rsatib qo'yish uchun. Sizlarniki undan ekan, sizlarniki bundan ekan demasin, faqatgina nalishik bilan zamoklarni ham sal minrakini qo'yib turib, narxini tushirsa bo'ladi. Bu qo'yib turgan narxlarimiz hammasi shu pulini arziydi axir. Qo'yib turgan materiallar shuni arziydi. Albatta. Masalan, narxlarni hammasini ko'rib aytib qo'yamiz-ku bir ham tarafdan. Respublikamizni xohlagan viloyatini Rasulov dillerlaridan 48 dona dilleri bor hozirgi vaqtda 48 dona dillerinden shu modelni shu narxda ekadi. Ha, boshqa oblastlardan shu narxda. Hammasi bir xil narx, ha? Ha, respublika bo'yicha shunda. Yomon qaram. O'rtasi oyna. Bu necha so'm? 5 milyon 763 ming so'm ekan, ha? Havo. Buni og'a shu oynasi sal qimmatroq chiqqan mana. Oynasini hisobuna ketdi. Havo, oynasini hisobuna sal qimmatroq bo'ldi. Eshikning o'zining narxi 3 million. Stekloni o'zi 1 million 100 bo'lib turibdi ekan, ha? Yana xarakteristikalarni yozib qo'ydilar. Yozib qo'yibmiz og'a. Klientlarimizga kelib, Naupul niyeraga yetib turibdi, hammasini отчети bosdilar.
zo'r ishlabsizlar lekin buni. Ajoyib, bu narsani ne tolqa men hammasida shunday bo'lib ishlanib turibdi og'a. Shu yerda masalan ligrovka etib bersa bo'ladi, zamokni imondan qo'y. Keyin yana bu qullobni bu yoqdan qo'y, nalishnikni bu berkisidan qo'y Masalan, deb. og'a men mana ustanovkaga pul kelib turibdi qarang. Aha. Hozir Rossiyadan kelib turibdi. Odamlar biladilar, ishni ustanovka qilib biladi. Menga ishni aytib ber dedi. O'zim ustanovka etaman. O'zim ustanovka qilaman dedi. Biza borib o'lchaymiz, ishni yetirib olib borib beraman, chiroyli etib. O'zi ustanovka qiladi, garantiya shu turishda ketaveradi og'a 5 yil. O'zi ustanovka O'zi etsa. ustanovka qilsa. Yana bir narsani aytib o'ting og'a, ustanovka qilayotgan vaqtimda ya o'zi ustanovka qilsa, ya bo'lmasa eshik 5 yil mobaynida gelinmayim bo'laman, masalan uyda bolalar bo'laman, bir narsa girib chiqargan vaqtda shponti zarar yetsa, nereden Toshkentdan servisni brigadamiz keladi, ухаживать servislarimiz bor. Turgan joyinda o'tib beramiz. Ha, ko'parib yurmang. Baba ko'parib yurmaydi. Toshkentdan keladilar. Ha, Toshkentdan keladilar. Ухаживать servislarimiz bor, o'tib beramiz. Turgan joyinda. Zo'r. Yaxshi. A bu dostavkasi nechik bo'lib turibdi? Dostavkasi ichida bor. Mut, ha? Mut. Dostavka aytamiz, borib o'lchaymiz. Necha bo'lsa-na? Boraveramiz og'a. Bu yoqni g'azavota Boramiz. Shavot bu yoqni. Boramiz og'a. Yangari. Boramiz. Göce ham bo'ladi. Göze ham boraman og'a. Shuhratamni kanalidan mandek kelsa, Real Dunyoning kanalidan mandek kelsa, skidga ham bo'chinda og'a. Qani endi bu ichki eshiklarni ko'rdik. Tashqi eshiklar bormi sizlarda? Og'a, Ular ham ko'ralasa. Bemalol og'a yuring. Ha, bu yerda endi tashqi eshiklar. Bular narujniy tashqi eshiklarimiz og'a. Bular Xitoydan, Rossiyadan tayyor mahsulot bo'lib keladi og'a. Razmerini qarab turib, narxlari chiqib kelaveradi. Hammasi fabrichniy, заводской, ha. Bular ham garantiya. Garantiyasini og'a beraman. Darlamasligini, ichini zanglamasligini, tushirmasligini garantiya beraman. Darlash ham mumkinmi? Endi hozirgi samodelni o'tib turgan eshiklar ko'p odam dalla tutdi-da og'a. Qish vaqtida ichi dallab, uni qirov bo'lib, oshini bo'lib turibdi. Necha so'mdan bu eshiklar? Bu ishlarimiz Rossiya Fironiniki 3 million 700 da og'a. 3 million 700. Og'a. 2 zamoki bor ekan, ha? Eurodor. Eurodor kitayskiy og'a. Buni imbericha bilinadimi? Buni og'a shu ilgan vaqtida bu busi pastdan ham tepadan ham chiqadi. 3 kilo to'lasangiz og'a. Voy. Tepadan ham chiqdi og'a, bedan ham, voydan ham pastdan ham chiqdi. O'g'rilarning ishi qiyinlashibdi unda. Bu ne eshik bu? Buni ruchkasi boshqacha-ku, buni. Bu Oho. Elektron imajlarmi? elektronniy. O gapli-da. Neobычный narsalar ham bor. Bu Xorazmda yo'q. Yo'q, ha? Og'a. Gapimga garantiya beraman, Xorazmda yo'q. Bu ham domofonli xil ruchkami? Og'a. Necha ishlaydi bu? Ochmadi-ku bu. Boshidan boshlab og'a. Anlak. Buni ichon tarafida отпечатка bormi ya? Отпечатка bor. Buna qarang, ey. Отпечаткasi bor ekan. Ochmadi-ku bu. Siz tushgandan keyin havo nerda? Ikkinchi marta urdingiz-ku, отпечатка. Shu vaqtda sekin skan qilib oldi. Skan qilib olgandan keyin hozir 5 sekund. Bu o'zi miya сопровождающийdan sababi kolessosi ko'p odamni Ha. Men hozir bosaverdim bloklab qoldi endi. O bu yon tarafında ekran ham bormi buni? O kamerasi ham bor-ku buni. Domofon olib yurmak kerakmidi bu отдельный ham? o'zinde ham narsa. Eshikni o'zini o'rnatsa bo'ladi. Ya bu o'zi eshik deganmi? Yo'q, bu o'zi отдельный kelgan. Ha, bu отдельный sotiladimi? Отдельный sotiladi. Xolos, o'rnatib beramiz liboy bir eshikka. Necha so'm bu? Bu og'a zo'r narsa ekan lekin. pastdagi eshikda og'a. Bunda bosish kerak ekan-da. Bu 140 dollar og'a. 140 dollar? Havo. Zo'r narsa ekan. Отпечаткада ham ishlaymi shunda? Отпечатка ham ishlaydi. Qo'ldan qo'yasiz, yana ilib turibdi. O'zi ilib turibdi. Bloklab tashladi-da уже. Iso. Skan qilib bloklab tashladi. Ha, bu yerdan ham ilib tashladi ku. Hamma iladi. Bu yangi mexanizm ichida qolaveradi. Usti o'zgaradi-da buni. Ha. Zo'r narsa ekan, e? Bu отпечатка ham ishlaydi og'a. Kod ham ishlaydi, domofon narsam bor, kartochkasi ham bor. Undan ham ishlayveradi. Ha, kartochkani deysa, uni ham ishlaydi. Ochdi. Zo'r narsa ekan. Bu batareyada ishlaydi og'a. Batareyada? Ha, batareyada ishlaydi. Ha, batareyasi o'lib qolsa, girilmay yuraverasan-ku ya. Og'a. Ha, kilit ham bor. Kilit ham bor. Kiliti bilan ochasiz. Batareyasi og'a, yana usti olindi, ekrani. Batareyasini olasiz, zaryad o'lsa, zaryadga qo'yasiz yana. Android, nima bilan? Zaryad o'lganini aytaman oldindan? Og'a. Ko'rsatib turadi ekranda.
zaryadlanganini. Nechalik vaqtda yetadi endi u zaryad? Buni agar точный проверкадан 100% o'tirib ko'rmadik, lekin TTX'sida yozilishi bo'yicha hafta turadi. Hafta turadi. Girish chiqish ham bog'liqda, ichalik girib chiqaversang, balla o'ynayversa tez o'ladi. Endi baribir toza narsani olib borib qo'ygan ekan, bizning Zo'r narsa ekan lekin. qiziqadidan ochib bilib beradi bir 3-4. Mana bu yerda vaqtni o'zing ilib qo'yaverasan. 4 xil narsa bor ekan shunda. Do'stlik. Kilit. Zo'r narsa. Zvonok bosadi. Kamerasi ham bor. Keldim, och deydi, ha? Yo, bo'lmasa o'zini barmoqini pechatkasini qo'yib qo'yadi. Shirtatib bosadi, ketdi shu bilan ichana girib, ha? Bosib yurmak kerak menda zvonokni. Zo'r narsa ekan lekin. İşte. Buni o'zi eshikni o'zini ichasan. Eshikni o'ziga 4,5 tutdi. Eurodonniki, hava. Ina bu eshikdan boshqacha qo'y. Bu eshik, bom demir eshik. Bu akvaprintda qilingan ustini kraskasi niye bishdi? 100% quyoshga, suv chidamliga. Yomg'irga chidamli. Ya mebelni bo'lib turibdi, lekin o'zi demir. Demir. Bu nechasan? Bu 11,5 million. 11,5 million. Ina bu ne? Ina bu eshikimiz og'a, bu Kitayskiy variantdagi Bruerli 240 lik eshik bu. O'g'rim, ham qo'shira ekan-da bu imoqi. Oynali reshotkasi ham gullar bilan. Oynasi ham og'amning inamuning prozrachniy emas, 100% prozrachniy emas. Qaytarib ham turadi ekan-da. Отражение berib turadi. Ichoncha ko'rinmaydi ekan. Ham quyosh ham o'tirib turaveradi. Zo'r. Necha so'mda deysiz buni? Bu 9,5. 9,5 million. Biz aytib kelsalar qaytib berasizlarmi? Tamam abi. Ya aytdim-ku, sizlarni подписчиklaringiz shu obunachilariz kelsa, qaytamiz abi. Skidkalar bor. Darvozalar ne? Darvozalar ham bormi? Yo'q, darvozalarimiz eng ulu razmeri shunday bo'ladi. 1,5 240 bo'ladi abi. Bularning ishlari ham 120 240liklar. Narxlari 4 million 800, 4,5 million so'm. Данный momentda skidkada qilib qo'yibmiz. Yana shu gap shu, sizni aytib kelsalar yana ustidan ham skidka qilib beramiz. 5,5 million so'mga ishlar 4 million 800 dan turibdi hozir. Eng arzoni necha bo'lib turibdi hozir? Eng arzoni 2 million 700 ming so'm bo'lib turibdi. Yana bu birli ishlarimiz doma bo'ladi, ava. Doma bo'ladi ishlar. Bu Kitayskiy variant og'a, lekin bular ham proshniy, bular ham garantiyali, orqasi MDF bo'ladi. Двойной zamoklar bor, o'zi общий, тройной yani. Mana endi ya uyda vaqtlik qo'yaveradi. Uyda vaqtlik qo'yamiz. Kilit ishlatmay. Buni ham, ha? Ehtiyojisini bir gelib ya ochib qo'ymasin deb buni ham ildirib qo'yadi. Masalan, bunda kilit ochib qo'yish mumkin-da, ana. Ina bir ishonchlisi eng. Bu ishonchli, bu tarafdan do'stlik yo'q, tamam. Bu yandan do'stlik yo'q, keyin aynadan tushishi to'g'ri keladi. Mızılık kaza. Ne diyorsun yine? 2 milyon. 2 milyon dediniz mi? 700. 2 milyon 700. Bularni ham dastlabki qilib berasizlar. Haliga yana dastlabki qilib beramiz. Ha, demak, ishning darvozalarini ham sizlar ishlab chiqarib berasizlar. Shuhratda bu tanlagan modellarni boshda model tanlash istadim, keyin rang tanlash istadim. Shu modelni tanlasangizdan og'a, eshitdi modelni premium klassmi, prestige klassmi, eksklyuziv, elite farqi yo'q. Modelni tanlasangizdan ishning qo'yadigan yeringiz bor. Sho'rini shuni darvoza qilib ber desangiz, darvozani qilib beramiz. Darvozali eshik bo'ladi shunda. Darvozali eshik bo'ladi. Bu 3 tabaqali eshik deb aytiladi. Bu 3 marta ochiladi. Ina bu o'rtasi postoyan ochib beklanib turadi. Shpingaleti bor, ina bu ochiladi, ina bu ochiladi. Yon tarafi. Ha, bunda ochsa bo'ladi. Hammasini ochsa bo'ladi. 3 tabaqali eshik deb aytiladi. Endi buni ko'chaga qo'yib bo'lmasa, yomg'ir bor, qor bor. To'g'ri, buni pryamoy quyosh tushadigan yer emas. Lekin buni novesni telarini bog' yon tarafi, yoz yon tarafi deb aytadilar. Bizning xalqimiz shon taraflar qilib berib o'tiribmiz. Sababi buni rezina platniteli bor. Yangi ko'rsatganim polni ushab berib turadi. Demir eshitdim bo'lmasam, nisbatan ushab berib turadi. Bular ham dastlabki bo'ladi. Albatta, og'a. Bu endi ishi turishi necha 16 million bo'lib turibdi. 16 million 216 bo'lib turibdi. Bu amerikanskiy Alexdan shpon bo'lgan varianti. Buni ham shunday og'a, oynasi qimmat chiqqan buni. Oqatsam bo'ladimi? Oqatsam bo'ladi. İşi Lüboy, işi dükkanda görünüp duran modeller işini stilde etse bo'ladi. Hava. Aynasini chelli ko'p bo'lsa, ina birini ham oynali qilib bersa bo'ladi, birini ham oynali qilib bersa bo'ladi. Ochibdan, xolasangiz bularni beklab, oynasiz ham qilsa bo'ladi. Oynasiz ham qilsa bo'ladi. Xolasangiz bularni beklab, ina qo'l berilgan oyna qilsa bo'ladi. Oynasini chelli ko'p bo'lsa, narx shunchalik minib boraveradi. Sababi ina bular vitraj-ku. Bunga shunchalik bular eshik olib qo'ygandan keyin yangi yodoviy oblaka ya ayna koyasız gemiydi. Ina bu aynadan qilasiz keladi. Bu ikki taraflama qash qilingan og'a. Ina bundan qashi bor,
açsanız ağa, İnabon tərəflərindən qarşı baxın buna ağa. Şunun üçün bu qımmat çıxandan aynasının özü 4,5 milyon son pul baxın buna ağa. Oynasın özü. Oynasın özü. Darvazalar hamıza kazbara öğrediler. Var. Yine bu darvazamız yine 4 tabakalı. 1, 2, 3, 4 tabakalı ağa. Türk tarafından 4 açılan. tərəfən masala verər. Bazı zaman iki ortası açıladan tutmaz, falasınız onu 4 tərəfən masaladan tutarız. İşten darvaza. Şunda dükkanlarınız her gün işliydi ha. Hava. Saat neçədən neçəyəcə? 9'dan 7'ye işçiydi. 9'dan 9'a da işçiydi olan variantlaramba. Şöyle oturadı. Hemen geleverdiler. Bemalal. Yarım akşamdan Yarım gələversə akşamdan baba. geleverdiler. Üstteki yüzlerimizin, tapçallarımızın, yine kaçelelerimiz var. Bu variantlardan gerek dese, bu variantlardan da olaplar aramıza. Şunlarla. Kurgasını işleyip giteverdi ya vaxtında. Adresini tushuntiradigan bo'lsak, shu massa zavodni doğrusunda, ro'parasida dik. Yan tarafda yana g'ayuga qarab ketiladi, yana telesentr ham mo'ljal ko'rinib turibdi. Sotib olaman desangizlar, ekranda yozilgan telefon nomerlari bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Instagram akkauntlaringiz ham bor. Hamma to'liq ma'lumotlar ham shu videoning pastida описаниеda qoldiramiz. Agar sizlar imini letni ustar kursilar sotib olaman desangizlar, topchan sotib olaman desangizlar, qaqras hozir sezoni pasaydi, sezoni o'tdi. Shunda endi arzonroq etib berasizlar. Shunda arzon etib beradilar yana. Atak o'ta mustahkam, o'ta sifatli, garantiyasi aniq ishlaydigan Rasulov eshiklar do'konidan bemalol kelib, bizning nomimizdan sotib olaverasizlar. Shu tildan deb kelsangizlar, arzon narxda qilib beradilar. Biz esa shuning bilan videoroliklarimizni yakunlaymiz. Yoqqan bo'lsa albatta like'larni bosing, kommentariy ham o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Bir eshik yaringlar, bir umrlik bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xo'sh.